Tasavvur qiling. Qish, yakshanba tongi bomdodda jamoat bilan o'qidingiz, to'rttez bo'lib o'tirib, bir aytilgan nonushtaga ketyapsiz. Qish, sovuq, bomdoddan keyingi vaqt, yakshanba tongi yo'lda ketyapsiz, bir odam issiq sportivni kiyinib, boshiga issiq shapkani qo'yib, krossovkasini kiyib, og'zidan pag'a bug'i chiqib yugurib ketyapti. Uni nima yugurishga majbur qildi? 99,9% odam bu vaqtda uyida. Yo uxlayapti umuman turmasdan. Yo bomdodda uyda o'qigan bo'lsa, bomdodda o'qib olib, yotib yana davom etkazyapti. Yo nonushta qilib o'tiribdi, yo choy ichib o'tiribdi. Faqat bu yuguryapti. Nimaga? Minglagan, 100 minglagan oilalar, 100 minglagan odamlar issiq uyida, issiq ko'rpasida tashqariga chiqishga ham erikib turganda, bu odam issiq kiyib olib, pag'a bug'ni chiqarib, burnidan og'zidan yugurib ketyapti. Nimasini kuchi yetdi? Chiqishga irodasini.